Assalomu alaykum hammaga. Bugun anatomiya bo'yicha 12-darsimizni ko'rib chiqamiz. Darsning klinik manzarasi quyidagicha holatda tuzilgan 24 yoshli professional suzuvchi ayol klinikaga 3 oydan beri davom etayotgan, vaqti bilan yuzaga keluvchi ushish hamda sanchiq hislari bilan kelyapti. Bu hislar uni o'ng qo'lni pastki sohasi, demak bilak va tirsak oralig'i sohasida qayd etilyapti. Bemorda aytish bo'yicha simptomatik, ya'ni o'sha belgilar yuzaga chiqishi qachonki u qo'lini harakatga keltirgan payti, demak yuqoriroq namoyon bo'ladi. Fizik tekshiruvda bemorda tenor va gipotenor do'mboqliklari kichikraganligi aniqlandi, aynan o'ng qo'l sohasida. Qachonki bemordan bo'ynini yozish so'ralganda yoki boshini o'ng tomonga qarab rotatsiya qilish so'ralgan payti, bemorda radial qon tomirlarida, demak, ya'ni o'sha radial artery bilak arteriyasidagi pulsatsiya sezilarli darajada kamayganligi qayd etib o'tilyapti. Qo'shimchasiga bemor charchoq hissi va sezgini o'zgarishi bilan shikoyat qilmoqda. Ko'krak qafasi rentgenogrammasi anomal suyak do'mboqchasi mavjud ekanligini ko'rsatyapti S7 umurtqa sohasida. Bemorda simptomatikasi yelka chigali pastki, demak, asosiy tarmoqlarini kompressiyaga uchraganligi yoki umr osti qon tomirlarini kompressiyaga uchraganligi hisobiga yuzaga kelyapti aytib o'tilyapti. Ular demak oldingi va o'rta yelkadagi normal muskullar oralig'idan o'tishi ham aytib o'tilyapti. Demak, bizdan bemordan ehtimoliy tashxisimiz so'ralmoqda. Bemorda diagnozi nima? Bugun demak qo'l sohasiga bag'ishlangan, ya'ni qo'l sohasi yuzaga keluvchi eng muhim klinik holatlar va ularning tavsiflari ko'rib chiqiladi. Dastlabki holat bu subclavian steal sindrom. Bu holatda yuzaga kelishining asosiy sababi demak umurtqa arteriyalaridagi qonni retrograd yo'nalish bo'ylab oqishi hisoblanadi. Aynan bir tomonlama umr osti qon tomirlari stenozlanib to'rayishi natijasida umurtqa arteriyalaridagi qon retrograd yo'nalishda oqishni boshlaydi. Buni asosiy yuzaga kelishining mexanizmi distal sohadagi, demak, umr osti arteriyalarida bosimi kamayishi hisobiga qon miyadan qo'lga qarab harakatlanadi, ya'ni retrograd yo'nalishda oqadi. Demak, bu yerda qon oqimining normadagi yo'nalishdan og'ishi qanday kechishi keltirib o'tilgan. Ya'ni qarama-qarshi tomondagi umurtqa arteriyasidan qon bazilar arteriyaga borish o'rniga retrograd yo'nalishda pastga yo'naladi va ipsilateral, ya'ni o'sha zararlanish tomondagi umurtqa arteriyasiga oqib o'tib, bu yerdan qo'lga qarab oqib borishi aytib o'tilyapti. Klinik muhim xususiyati, demak, bu qo'lni qon bilan ta'minlashi mumkin, chunki kollateral bo'lib qo'lda, demak, qonga bo'lgan ehtiyojni ta'minlaydi, lekin miyadagi qonga bo'lgan ehtiyojni kamayish, demak, oshishi va u yerga yetib boradigan qonning miqdorining kamayishi miya stvoli ishemiyasiga sabab bo'ladi va nevrologik defitsitni yuzaga kelishiga olib keladi. Eng asosiy sababi bu ateroskleroz holati ekanligi ham bu yerda qayd etib o'tilyapti. Demak, bu bemorda o'ng tomonlama yoki chap tomonlama uchrashi jihatdan eng ko'p o'ng chap tomonda namoyon bo'lishi, demak, aytib o'tilyapti. Sababi chap tomondagi umr osti arteriyasi aorta yoyidan o'tkir burchak hosil qilib chiqib borishi hisobi aynan chap tomonlama bu holat yuzaga kelish ehtimoli baland va bu turbulent oqim ehtimolini oshiradi bemorlardagi. Demak, bu yerda subclavian steal sindromda mexanizmi keltirib o'tilgan. Normadagi qon oqimining qanday yo'nalishda bo'lishi. Bizda demak brachesefalika bo'ylab qon taqsimlanishi, tarqalishi, keyinchalik mana bundan umurtqa arteriyasiga o'tib, umurtqa arteriyasidan yuqoriga ko'tariladi. Lekin mana bu tomonda ikkinchi qon tomir ham, demak, normada ishlayotganligi uchun bu ham qonni aynan miyaga qarab yo'naltiradi va keyinchalik bazilar arteriyaga qarab va undan esa miya stvoli va undan yuqoriga qarab miya yarim sharlarini qon bilan ta'minlash ishtirok etishadi. Bu normada qon oqimi. Qachonki subclavian steal sindrom yuzaga keladigan bo'lsa, demak, bizda mana bu qon tomir sohasi stenozlangan yoki toraygan, okklyuziyaga uchragan va umurtqa arteriyasi bo'ylab qon yuqoriga ko'tarilib boradi. Ikkinchi tomondagi bosimda past ekanligi hisobiga qon orqaga qarab retrograd yo'nalish bo'ylab oqishi yuzaga keladi va qo'lga qarab qon oqib boradi va qo'lda qonga bo'lgan ehtiyojini ta'minlaydi. Lekin miyaga yetarli darajada qon bormayotganligi uchun nevrologik defitsit holatini yuzaga keltiradi. Demak, bu brainstem, ya'ni miya stvoli ishemiyasiga olib keladi. Keyingi muhim holatlardan yana biri bu teri orqali arterial kateterizatsiya, ya'ni o'sha terini teshib o'tgan holatda
arteriya qon tomiri orqali katetrizatsiya amaliyotini bajarish. Aynan qaysi sohada bu amaliyot ko'proq bajariladi deydigan bo'lsa, eng ko'p son sohasida amalga oshiriladi, lekin agar qachonki son arteriyasiga tushish imkoni bo'lmaydigan bo'lsa, ustuvor arteriya sifatida yelka arteriyasi yoki brachial artery demak ustuvorlikda tanlanadi. O'ng yoki chap yelka arteriyasi jihatdan oladigan bo'lsa, chap yelka arteriyasi ko'proq bu amaliyot uchun tanlab olinadi. Sababi u to'g'ridan to'g'ri demak tushuvchi aortaga qarab yo'l borish imkonini beradi. Hech qanday brachiocephalika yoki umumiy uyqu arteriyalarini kesib o'tishga hojat yo'q. Demak, to'g'ridan to'g'ri aortaga qarab kirib borish imkonini beradi. Bu esa sezilarli darajadagi insult xavfini kamaytiradi. Aynan chap yelka arteriyasi orqali katetrizatsiya amaliyoti bajarish. Bu yerda aynan mana shu arteriyani qanday yo'nalishga keltirib o'tilgan, demak, yuqori qismi demak bu axillary artery sohasiga to'g'ri keladi. Demak, undan quyi qismi esa brachial artery yoki yelka arteriyasiga. Qo'ltiq osti keyingisi esa yelka arteriyasi va keyinchalik mana bu sohadan so'ng kubital fossa, demak bilak tirsak chuqurchasi bu. Aynan mana shu yerdan o'tgandan so'ng ikkiga bo'linadi. Radial artery bilak arteriyasi, ulnar esa tirsak arteriyasi. Va keyinchalik qo'lda qon bilan ta'minlashda ishtirok etadi. Yelka arteriyasi yana qanaqa klinik holatlarda qo'llash mumkinligi bu yerda keltirib o'tilgan. Demak, qon bosim o'lchashda ham aynan mana shu yelka arteriyasidan foydalaniladi. Aynan qon bosim o'lchashda yelka arteriyasini yelka suyagiga qarab demak kompressiyalanish yuzaga keladi qachonki manjetga ishirilgan payti. Va keyinchalik kubital fossadan pulsatsiya paydo bo'lishi monitoring qilinadi. Birinchi bo'lib eshitilgan pulsatsiya, ya'ni tomir devorini ritmik tebranishi, demak bu sistolik bosimga to'g'ri keladigan bo'lsa, aynan mana shu pulsatsiya tovushda asta-sekin kamayib borib, keyinchalik yo'qolishi diastolik qon bosimiga to'g'ri keladi. Qachonki bemor qo'l sohasidan travma, ya'ni jarohat oladigan bo'lsa va katta qon ketishi bilan kechayotgan jarohatlar ko'pincha aynan mana shu qon tomirda yelkani o'rta sohasi yoki yelka suyagining medial sohasiga qarab qon tomirda qarama-qarshi yo'nalishda ezish hisobiga qon to'xtatishga imkon beradi. Keyingi klinik muhim testlardan yana biri bu Allen testi hisoblanadi. Allen testini o'tkazishdan asosiy maqsad bilak yoki tirsak arteriyalarini ochiq, ya'ni qon oqimi normada kechayotganini aniqlash. Protsedura davomida demak bemordan mush qilishi so'raladi. Keyinchalik ulardan biri, ya'ni o'sha bemorda bilak va tirsak arteriyalari tekshiruvchi tomonidan bosh barmoq bilan bilak tirsak suyaklariga qarab kompressiya qilib eziladi va ulardan biri qo'yib yuboriladi va aynan mana shu qo'yib yuborilgan paytda demak qo'l qizarishi kerak bo'ladi kollateral qonlanish hisobiga, agarda qon oqimi normada ketgan bo'lsa. Demak, bu test pozitiv hisoblanadi qachonki qon kollateral qonlanish bo'ylab qo'lga yetib bormasa va aynan kompressiya bitta qo'l olingandan so'ng qo'l oqarishi, yana qizargan holatga qaytmaydigan bo'lsa, demak test pozitiv hisoblanadi. Bu yerda mana keltirib o'tilgan qanday bajarilishi. Tekshiruvchi odam tomonidan bosh barmoq bilan mana bu ulnar artery, ya'ni tirsak arteriyasi va radial artery bilak arteriyasi ezilyapti va keyinchalik ulardan biri qo'yib yuboriladi, ya'ni olinadi. Olingandan so'ng qo'l o'zini dastlabki rangiga qaytishi kerak bo'ladi kollateral qonlanishda hisobiga. Qachonki mana bu qon tomirida tiqim bo'ladigan bo'lsa yoki ateroskleroz bo'ladigan bo'lsa yoki qon oqimida qandaydir muammo bo'ladigan bo'lsa, qo'yib yuborilgandan so'ng ham qo'lga kollateral qon yetib kelmasligi natijasida qo'l oqargan holatda qoladi. Bu Allen testi pozitiv ekanligini bildiradi. Keyingi klinik muhim holat bu Raynaud sindromi ekan. Raynaud sindromi bemorda ishemiya, ko'karish sezgining kamayishi hamda barmoqlardagi og'riq bilan namoyon bo'ladi. Bu holat yuzaga keluvchi asosiy demak qo'zg'atuvchi omillar sovuq temperatura yoki emotsional stress holati. Aynan bu ikki holat qon tomir to'rash, ya'ni vazokonstriksiyaga olib keladi va Raynaud sindromi yuzaga kelishini qo'zg'atuvchi asosiy triggerlar, ya'ni turtki bo'luvchi vositalar hisoblanadi. Bu holat ikki xil yo'l bilan davolanishi mumkin. Demak, bu medikamentoz, ya'ni dori vositalari bilan davolanadi. Qon tomirida kengaytiruvchi kalsiy kanal blokatorlardan foydalangan holda davolash mumkin. Ikkinchisi esa
Xirurgik, ya'ni demak o'sha yakuniy terminal davolash. Bu davolashda servikodorsal simpatik demak nerv tugunlarini simpatektomiya yo'li bilan olib tashlash hisobiga bemorni demak xirurgik yo'ldan davolash mumkin. Sababi simpatik nerv sistemasi qon tomirlarida demak simpatik nerv sistemasining normadagi vazifasi periferik qon tomirlar qarshiligini oshirish. Periferik qon tomirlar qarshiligini qanday yo'l bilan oshirishi so'raladigan bo'lsa, demak qon tomirida toraytirish yoki vazokonstriksiya deyiladi bu holat. Vazokonstriksiya hisobiga demak periferik qon tomirlar toraytirib qon tomir qarshiligini oshirish mumkin. Demak, simpatik nerv sistemasini olib tashlash qon tomirlarida vazokonstriksiya holatini yengillashtirishi va qon tomirlar kengayishiga olib kelishi mumkin. Raynaud fenomeni demak vazokonstriksiya hisobiga yuzaga keladi arteriyalarda. Demak, barmoqlarda holati oq, keyinchalik ko'k va qizargan holatga o'tadi. Va ko'pincha sovuq temperatura paytida yuzaga kelishi mumkin. Raynaud kasalligi deyilishi uchun faqatgina mana shu qo'ldagi qon tomirlar vazokonstriksiyasini o'zi yetarli bo'ladi. Demak, bu birlamchi Raynaud fenomeni deb ataladi. Auguste Gabriel Maurice Raynaud nomlangan olim tomonidan topilgan. Raynaud sindromida qo'l rangini o'zgarishi ketma-ketligi. Dastavval demak, qon tomir to'ragan payti qo'lga boradigan qon kamayishi qo'lni oqartiradi. Va bu yerdagi karbonat konsentratsiyasining oshishi demak qo'ldagi ko'karishga olib keladi va kislorodda past oksigenatsiyani ko'rsatadi. Keyingisi esa qizarish holati, ya'ni qon oqimi tiklangan paytdagi qo'lga yana qon yetib kelishi qo'l qizarishiga sabab bo'ladi. Bu upper yoki lower trunkda zararlanishi bilan kechuvchi klassik holatlar, ya'ni Duchenne erb holati C5, C6 yoki yuqori demak upper trunkda zararlanishi hisobiga yuzaga keladi. Uni yuzaga kelishini yosh katta insonlarda va chaqaloqlarda to'g'ri davrda yuzaga kelish mexanizmlari keltirib o'tilgan. Keyingisi esa Klumpke palsy, demak lower trunkda zararlanishi bilan kechuvchi holat. Buni ham mexanizmlari keltirib o'tilgan har bir yoshga muvofiq ravishda. Umri suyagi sinishi. Umri suyagini eng ko'p sinuvchi sohasi bu o'rta 3/1 sohasi hisoblanadi. Aynan mana shu joy zaif nuqtasi hisoblanadi. Suyak singandan keyin uni demak displacement patterns, ya'ni o'sha o'zini pozitsiyasini o'zgartirish xususiyatlari mavjud. Bular demak proksimal qismi, ya'ni singanga nisbatan, ya'ni tanaga yaqin qismi singandan keyin demak umri suyagi 2 ga bo'linadigan bo'lsa, proksimal qismi bu tanaga yaqin qismi. Upward, ya'ni yuqoriga qarab ko'tarilib qoladi bu qismi, chunki deyapti to'sh umri so'rutsimon muskuli qisqarishi hisobiga proksimal qismni yuqoriga ko'tarib qo'yadi. Distal qismi bo'ladigan bo'lsa pastga qarab tushib qoladi. Sababi deltoid muskulda demak va gravitatsiyani hisobiga bemorda demak yelkasi tushib qolish holati yuzaga keladi. Bu yerda sinishda eng ko'p uchraydigan lokatsiyasi keltirib o'tilgan o'rta 3/1 sohasi demak umri suyagida. Va rentgen tasvirida ham ko'rishlari mumkin. Mana bu o'rta 3/1 sohasi umri suyagi singanligi. Bilak suyak boshini subluxation, ya'ni o'sha o'z joyini o'zgartirish holati. Uni yuzaga kelishining asosiy sababi demak distal sohadan tortish hisoblanadi. Ya'ni yosh bolalarda ko'pincha qo'lidan tortish hisobiga yuzaga kelishi mumkin. Demak patologiyasi bilak suyagini boshi halqasimon yoki annular ligament deyiladi. Ana shu boylam tarkibidan chiqib ketadi. Sababi yosh bolalarda bu boylam hali to'liqligicha yetilib ulgurmaganligi uchun uni demak bilak suyagi boshini u yerdan dislokatsiyaga uchrash ehtimoli baland bo'ladi. Klinik belgilari bemorning qo'li, ya'ni o'sha yosh bolalarda ko'pincha yuzaga kelib, bemorning qo'li bukilgan va pronatsiyalangan holatga o'tib, tanasiga yaqin joylashadi. Demak, og'riq hamda qo'l ishlatishga nisbatan rad qilish belgisi paydo bo'ladi, chunki qo'li og'riganligi uchun aynan o'sha qo'lini ishlatgisi kelmaydi bemorda. Demak, ortga qaytarish texnikasi bu ko'pincha bilak suyagi boshiga orqa tomonidan bosim berish hisobiga demak aynan o'sha o'zini avvalgi joyiga qaytariladi. Demak, simultan holatda supinatsiya va yozilish harakati aynan bu suyakda o'zini avvalgi holatini tiklashidagi asosiy qaytarish texnikasi, reduksiya texnikasi. Rivojlanish mexanizmi bu yerda keltirib o'tilgan. Demak, mana bu sohadan
Yosh bolalarda ko'tarish natijasida anular ligamentdan bilak suyagining chiqib ketish holati eng ko'p uchrayuvchi holatlardan biri. Keyingisi bu lateral epikondilit, ya'ni tennis bilan shug'ullanuvchi, ya'ni o'sha court tennis, katta tennis bilan shug'ullanuvchi bemorlarda ko'pincha uchraydi. Bu kasallik uni yuzaga kelishining asosiy sababi yozuvchi, demak, umumiy yozuvchi paylarda zararlanishi yoki yallig'lanishi ekan. Yuzaga kelish lokatsiyasi aynan lateral epikondil sohasida yuzaga keladi, aynan yelka suyagini epikondyular sohasining lateral qismida. Asosiy sabab demak wrist regiondan takroriy qo'lni yozish ekan. Aynan bu harakat tennischilarda juda ko'p qayd etiladi. Demak, lateral epikondilit mana bu yerda keltirib o'tilgan, qayerda paydo bo'lishi. Keyingisi medial epikondilit yoki gol bilan shug'ullanuvchi insonlarda ko'p uchrayuvchi holat. Bunda endi bukuvchi, demak, muskullar payini zararlanishi bilan kechadi. Yelka suyagining medial epikondil sohasida yuzaga keladi. Demak, bu o'z-o'zidan wrist regiondan ko'p marta qo'lni bukish hisobiga paydo bo'lishi mumkin. Yuqoridagi holatga to'xtaladigan bo'lsak, demak bizda bemor, suzish bilan shug'ullanuvchi bemor keltirilgan va bemorda mavjud bo'lgan asosiy belgilar: ishemiya holati, ya'ni a'zo orqali oqib o'tuvchi qon miqdorining kamayishi, qo'shimchasiga bemorda og'riq paydo bo'lgan. Xo'p, yelka suyagini demak yoki yelkadan abduksiya kamaygan, 90 gradusdan yuqori holatda yoki 90 gradusgacha bo'lgan yelka abduksiyasi, qo'l tanadan uzoqlashish kamaygan deya qayd etib o'tilyapti. Va qo'shimcha eng muhim belgilardan biri bu bilak arteriyasidagi pulsatsiyani tushib ketishi. Bilak arteriyasida demak puls kamayib ketgan, bemor qachonki o'ngga qarab burilganida. Va rengenologik asosiy belgisi anormal suyak egriligi aniqlanganligi. Va bu S7 bo'yin umurtqa sohasiga to'g'ri kelgan. Bu belgilardan kelib chiqqan holatda biz xulosa qilishimiz kerak bemordagi diagnozda. Demak, bemorda nerv yetishmovchiligini hisobga olib turib, demak, muskulokutaneous yoki aksillar nervi yetishmovchiligi deb oladigan bo'lsak, bizda qo'shimchasiga bemordagi ishemiya holati hamda bilak arteriyasidagi pulsatsiyaning kamayishi nervni o'zini zararlanishini istisno qiladi. Demak, faqatgina nervni o'zi zararlansa, bizda bu belgilar bo'lmasligi kerak. Demak, bemorda nervga qo'shimcha ravishda qon tomir tizimini ham zararlanishi yoki qon oqim perfuziyasiga nimadir xalaqit qilayotganligi bizga xulosa berish kerak. Demak, rentgendagi belgilardan foydalanib xulosa chiqarishimiz mumkinki, yuqorida bizga aytib o'tilgandek, bemorda demak narvonsimon mushaklar oralig'idan oldingi o'rta sohasidan o'tgan. Demak, bu yerdan bizda omro osti arteriyasi mavjud bemorlarda. Omro osti arteriyasi demak qo'shimchasiga yelka nerv chigali. Yelka nerv chigali. Bu tuzilmalar yelkadagi narvonsimon muskul oralig'i sohasidan o'tgan. Mana shu tuzilmalarning barchasi S7 sohasi hosil bo'lgan anormal suyak egriligi hisobiga kompressiyaga uchragan, ezilgan. Va bu bemorda demak thoracic outlet sindromi yuzaga kelishiga sabab bo'lgan. Bu sindromda yuzaga kelishining asosiy sabablari demak bu qo'shimcha cervical ribda paydo bo'lib qolishi, ya'ni bo'yin sohasida qo'shimcha bitta qovurg'a paydo bo'lib qolishi va keyingisi esa pancreas tumor, ya'ni o'sha o'pkani yuqori periferik sohasida uchrayuvchi o'smani hisobiga yuzaga kelishi mumkin ekan. Demak, mana shu ikki holat thoracic outlet sindromining asosiy sababi. Bizda hozirgi holatimizda qo'shimcha qovurg'a yoki suyak egriligi hisobiga bu holat yuzaga kelgan. Bemordagi asosiy klinik belgilar aynan o'sha kompressiyalangan soha qon olib boruvchi qo'lda demak ishemiya, og'riq, qo'l harakatining cheklanganligi kabi belgilar yuzaga keladi. Demak, bularning barchasi thoracic outlet sindromi uchun klassik belgi ekan. Bugun darsim shulardan iborat edi. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.